Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Men ismim Muhammad Qodir va bu meni YouTube kanalim uchun vlog. Avstriyada примерно 3 oydan beri yashayapmiz. Student exchange student bo'lib kelganman bu yoqqa. 3 oy bo'lib qoldi. Shu Avstriya haqida bir ikkita fikrlarimni aytmoqchiman. Bilganlarga qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin bilmaganlar uchun foydali bo'lishi uchun. Xo'p, Avstriya bu shu Yevropani markazida joylashgan, ya'ni markaziy, adashmasam Markaziy Yevropa davlatlariga kiradi. Avstriyada havo juda ham toza. Hozir endi ko'pchilik Toshkentda havo bo'yicha muammo deyapti. Shuning uchun bu yoqda yaxshi havo. Lekin yog'ingarchilik, tuman ko'p bo'lib turar ekan. Mana qishga yaqin shu narsalar ko'p bo'lyapti. Keyin Avstriya, mana bilamiz-ku, Alp tog'lari, Avstriya, Shvetsariya shunda joylashgan. Keyin eng ko'p qishki chang'i uchadigan joylar ham shu Avstriyada hisoblanar ekan. Men o'ylardim avval Shvetsariyada bunaqa joy ko'p deb. Lekin Alp tog'larini 80% Avstriyada joylashgan ekan. Biz ham shu tog'li joylarga bordik. Innsbruck degan shahriga borib keldik, lekin hali unaqa chang'i yoki snowboardlarda uchmadik. Lekin ko'rdik shu yerda tog'li zona ekan, juda ko'p odamlar shu liji uchgani borishyapti. Keyin Avstriyada juda ko'p odam manaqa sport bilan shug'ullanar ekan. Mana misol uchun ko'rishinglar mumkin. Hozir bugun yomg'ir yog'ayotganiga kam velik, lekin bunaqa velik uchib yuradigan, ishga ham, magazinga ham juda ko'p joyga velikda borishar ekan bular. Yokida ko'p ko'rishingiz mumkin bo'ladi, yugurib yurgan odamni. Prosta shug'ullanib yugurib yuradi. Bu narsa misol endi men uchun unchalik tabiiy holat emas, chunki O'zbekistonda unaqangi ko'p odam tashqarida sport bilan shug'ullanmaydi-yu. Yoki men ko'rmaganman. Lekin shug'ullanmaydi deb o'ylayman, juda ko'pchilikda. Lekin bu yerda juda ham ko'p bu narsa. Bu faqat odamlarda ham ish emas, ya'ni nima desa bo'ladi? Faqatgina aholi xohlab chiqishida ham emas, bu yerda, misol uchun mana shu Avstriyada juda badiiy gapirib o'ryapman. Avstriyada infratuzilma ham shunga moslashgan. Ko'p yo'llar, misol uchun velosiped uchun alohida yo'l bor, piyodalar uchun alohida yo'l bor. Ya'ni misol uchun siz velik minmoqchi bo'lsangiz, ertalab misol uchun xohlagan paytingiz yo'l bizda muammo bo'lishi mumkin-da, kech paytda, pik paytlarda katta uzoqroq joyga chiqaman desangiz, trotuar ham bo'lmay qolishi mumkin. Chunki odam ko'payib ketadi kech payt aylangan chiqqanlar yoki pik paytlarida yomon probka bo'lib ketadi yo'llar. Xullas velosipedda qiynalib qolishingiz mumkin. Lekin bu yoqda velikda yurishingizga ham, peshkom yugurib yurishingizga ham nima deydi, imkoniyat bor. Infratuzilma shunaqa qurilgan o'zi. Misol uchun bitta yo'l velikka bo'lsa, yonida piyodaga, yonida mashinaga. Bu joyni ham balki ko'rsatarman, lekin bu hozir o'zi parkni ichi, shuning uchun bu yoqda bunaqa chizmagan. Lekin daryoda, misol uchun daryoni bo'yida yoki katta yo'lda hamma narsa chizib qo'yishgan shular. Alohida yo'l qilib. Trafik bo'lib ketganda ham, ya'ni probka bo'lib ketganda ham velikni, piyodalar yo'l alohida turadi, bemalol ketishaveradi. Yugurayotgan ham, velik minayotgan ham. Bular sportga qiziqar ekan. Keyin sport magazinga bordik. Futbol o'ynagan butsi olamiz deb. So'rayapmiz, yo'q-da. Kam. Assortimenti ham kam.
burchakda katta magazin, вообще katta sport magazin, sport tovarlari. Misol uchun O'zbekistonda sport magaziniga kirsangiz, asosiy narsa misol uchun futbolga qaratilgan bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa, asosiy ularning tovarlari qishki sportlarga qaratilgan. Qishki sport, yugurish, velik minish, tovarlar hammasi shunaqa, juda ko'p. Burchakda futbolga 10-15 ta butsi bor, assortiment bo'ldi. Bir ikkita formalar ilib qo'ygan, futbol formalar. Shundan ham shu payt ham endi sezdim, bularda sport deganda misol uchun tushunchasi boshqacha. Biz misol uchun sport deganda ko'proq futbol yoki misol boks, kurashlar tushunsak, bular sport deganda shunaqa yugurish, tog'ga hiking qilib chiqish, keyin bu yoqda daryo bor. Dunaymi? O'zbekchasida hozir aniq esimda yo'q, Dunay bo'lsa kerak. Lekin shu Danubiy daryosi bor. Shu yoqda kichkina anaqa sailing ham qilishadi. Nima edi? Shamol bilan suzadi qayiqda. Kichkina qayiq. Shunaqa sport turlari bu yoqda kuchli ekan. Ya'ni shunaqa sport turlariga qaratilgan ekan odamlarning fokusi ham, odamlar ham shunaqalarga qiziqishar ekan. To'g'ri, futbol ham o'ynab turishadi. Misol uchun biz mana o'qishdagilar bilan shu haftada bir marta o'ynab turamiz, lekin unaqangi kuchli emas deb o'ylayman. Bularda ham futbol. Adashmasam bularda unaqa mashhur komandasi ham yo'q shekilli. Misol uchun Yevropada Zalsburg degan komandani eshitganman. Kimdir lekin Zalsburg deb misol bilishini, mashhur deb bilishini eshitmaganman hech kimdan Zalsburgni. Lekin Zalsburg anaqasi bor ekan, xullas shu komanda. Yana bitta narsa, ularning sponsori misol uchun Red Bull, Zalsburgning sponsori, Red Bull o'zi shu Avstriyada ishlab chiqarilar ekan. Ya'ni Avstriyani mahsuloti ekan. Keyin O'zbekistonda misol uchun Red Bull endi qimmatroq turadi-da energetiklar ichida. Hamma turdagi energetikni ko'pini sinab ko'rganman ichib. Red Bull misol uchun ularning orasida qimmat turadi baribir. Lekin bu yoqda Avstriyada anaqa Red Bull ancha arzon. Даже O'zbekistondan narxi arzon. Optim olsangiz, Optim emas, misol bitta blok olsangiz, вообще arzon tushadi, ayniqsa magazinlardan. Endi avtomatlarda qimmat bo'ladi. Avtomatda o'zi O'zbekistonda ham любой joyda qimmat avtomatdan narsa olsangiz. Keyin havosi toza. Buni aytdim, lekin havosi toza. Misol uchun Shvetsariyaga ham bordik. Shvetsariyani endi aynan tog'li zonasi emas, lekin shunga yaqinroq joyiga Lugano degan joyga bordik. U yoqda ham havo juda toza. Lekin Avstriya ham qolishmaydi ekan, chunki juda ko'p joyda anaqa yashil zona. Misol uchun shaharda ham anaqa parklari bor yoki daraxtlar ko'p xullas. Daraxtlarni nima deydi, kesishmaydi bular. Shu mana bolalar o'ynaydigan joylarda ham shunga moslab qurib qo'ygan. Shuncha katta joy bor. Baland binolar kam bu yoqda. Biz mana baland binolar mana shu joyda yashaymiz. Mana shu joyda. Faqat mana shu joyda ko'rdim. Mana shu Viyena, bu Avstriya poytaxti bo'lsa, faqatgina mana shu joyda, bu joyning nomi hozir to'shni esimdan chiqib qoldi. Mana shu joyda binolar ko'p. Baland binolar. Mana bu bino o'rtadagi oq O'zbekiston hoteliga o'xshaydigan. Mana shu BMTning binosi. Bu yoqda Vienna International Center bor. Shu Vienna xalqaro markazida, shu yoqda Birlashgan Millatlar
tashkiloti bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shu dunyoda 4 ta bosh ofisi bo'lsa, bittasi shu yoqda. Ya'ni qolgani New York bilan adashmasam Jenevada bo'lsa kerak. Shunaqa bu yoqda unaqa qolgan joylarida bunaqangi darajada baland binolar yo'q. Ko'p joylari eski tarixiy binolar, saroy, xudo xolasa ularda ham bir bilganimcha obzor qilib beraman. Saroylar bor, misol uchun cherkov, ko'p cherkovlar bor. Cherkovlar shu Yevropani juda ko'p joyida bir xil ekan deyarli. Qanaqadir asosiy cherkov bo'lar ekan, hamma shuni oldida endi rasm tushadi. Katta bino. Bu yoqda qolgan joylarda ko'p saroylar bor. Shu saroylarda ham xudo xolasa tushuntiraman, qanaqa saroy, kimlar yashagan, nima qilgan. Qisqasi shunaqa. Shunaqa joylar. Bu yoqda lekin ko'p yog'ingarchilik bo'lar ekan, yomg'ir. Necha kundan beri tuman bo'layotdi. Hozir bugun yaxshi yomg'ir yog'yapti. Hozir ertalab soat 8 lar. Bu mashi park, o'rtada katta park bor. Bu yoqda daryo bor. Daryo tomon yurmayapman o'zi. Mayli, uni keyin olarman. Daryo bor. Shunaqa. Shunaqa gaplar, ko'p narsa balki esimdan chiqib qolgandir. Videoda aytaman degan gaplarim. Keyingi videolarda misol aytib ketishim mumkin. Keyingi videolarda shu boshqa joylarni ham, keyin daryoni ham ko'rsatib video qilaman. Xudo xolasa manfaatli video bo'lgan bo'lsa, yog'ini o'zingizlar bilasizlar. Vaqtinglarga rozi bo'linglar. Videoda boshida sal adashib ketibman. Alp tog'larining 80% Avstriyada emas ekan. Lekin eng katta qismi ekan. Avstriyani hududini 60-65% shu Alp tog'lari egallab turar ekan. Alp tog'larini bo'lsa 28% Avstriyada ekan. Ya'ni u o'zi adashmasam 7 ta yo 8 ta davlatda joylashgan ekan Alp tog'lari. 28% Avstriyada, keyin 27% Italiyada, keyin Fransiya, Shvetsariyada 13% joylashgan ekan Alp tog'lari. Haliga aytgan ma'lumotim keyin tekshirdim. Sal noto'g'ri ketib qolgan ekan. Shuni to'g'rilayapman. Keyin yomg'ir tingani yo'q, hali ham yog'yapti. Biz bo'lsa mana o'z Daniyada yashaymiz, mana to'g'ridagi. Mana shu binoda yashaymiz.